Qadrli ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Har sabahda sizlar uchun xizmat qilib kelayotgan Sabah kuyi programmamizning yangi soni bugun sizlar bilan yana yuz ko'rishdi. Men riyosatchi do'stlar Nazgul Tursunjon. Shu topda texnologiya bo'layotgani Xinjiang Sabah madaniyat tarqatish cheklik shirkati ishlagan Xinjiang Furqat biopantexnika cheklik shirkati tajdorligini olgan Sabah kuyi programmasi. Bugungi aziz mehmon kichigidan boshlab bola cho'lpon bo'lib tunilgan, hammamizga o'zining chiroyli naqshlari, eng muhimi yangi ijodiyatlari bilan xizmat qilib kelayotgan yosh naqshchi, Xinjiang san'at sho'yani muzik fakultetining dutar tambur o'qituvchisi, san'atkorimiz vakilidan Abduvali Sattar qarshi olamiz. Rahmat. Qani, ekronni sizga beray. Salam, ekran oldidagi barliq azizlar, hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Mushu Sabah programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan o'zimni intayin baxtli his qilaman. Hammanglarning tini salomat, har bir kunlari xushallik ichida o'tsin. Rahmat. Abduvaliniki chiroyida cho'ng o'zgarish bo'lmadi deb o'ylayman. Kichik vaqtlarda aytgan shu, kichik bola emasman degan naqsha balkim esonlarda bo'lsa kerak. Arada shuncha yillar o'tib ketibdi, lekin shu chaqlardagi naqshiga bo'lgan istak bilan hozir qadar san'at kasbi bilan shug'ullanib kelyotdi. Shunaqa. Hozir hamda dutar tambur o'qituvchisi, lekin ijodiyatni va naqshlarni ko'pchilik sunishni unutib qolgani yo'q. Hozir studiya qurdingizmi o'zingiz bir? O'zimning studiyasi bor. Uning ismini? Ismi Sattar deb qo'yib qo'ydim hozircha. Sattar debmi? Ha, bu bo'pti. Unda siz hozir ko'proq ijodiyat bilan shug'ullanyapsiz. Asosli shu ijodiyat bilan, muzik ijodiyati, naqsh ijodiyatlaridan shug'ullanyapman. Sizlarniki oila muhitinglarmi, balkim shu san'at kasbi bilan shug'ullanishingiz ta'sir qilganmi? Mening hamda opam o'qituvchi. Dadam shu radio stansiyaninki texnik xizmati bilan shug'ullanayotdi. Hozir ham pensiya chiqdi. Dadammi hamda hisobda loyinshida, muzika loyin qildigan ishlar bilan shug'ullandi. Hamda men shu dadamning o'zining san'atga bo'lgan qiziqishi bilan hamda shu oila muhiti bilan ham shu o'zining idorasining shu muhitga o'rin bilan shu cho'ng'olganligim uchun kichigimdan shu san'at ailesi çoğaldım desem boladı. Şu xil istek, ishtiyoq kichigimizda mashlab bor demakchi. Ikkimizning tarbiyalashimizda, o'sib yetilishimizda demak oila muhitimiz bakrak cho'ng rol o'ynagan deb o'ylayman. Unda esa Abduvali Sattar kichik bola emasman deb mana hozir cho'ng bo'ldi. Hozir cho'ng ishlarni qilyapti. Bugungi sahnamizga qanday bir naqshi bilan keldingizkin? Bugun hamda Sabah programmasiga yaqin do'stim G'uljidagi yosh shoirimiz Azmat Ahmad Taranninki söz bilan ishlangan, o'zim ijodiyatini qilgan chiroyligim degan naqshni olib keldim. Temisizlar kishini jalb qiladigan bir tema bo'pti. Hammamizning ishlari nihoyatda chiroyli bo'lsin. Chiroyligim nomli yangi kuyga birlikda quloq solaylik. Qani, marhamat. Ketken ziminde yürügünün ünüp kalgan cayse muhabbetli kengri ketken ziminde yürügünün ünüp kalgan cayse yat çıraylı deme suygen çıray
chiroyli Pırakında günde kuygan chiroyli Belkim bir gün yollarımga kelerdi Xiyollarım mening sürgen chiroyli Belkim bir gün yollarımga kelerdi Xiyollarım mening sürgen chiroyli Sana tengdoshlarım yok Chiroylik sen aslo rangdoshlarım yok Chiroylik sen sana tengdoshlarım yok Chiroylik sen aslo rangdoshlarım yok Ne qilarim bilolmadim seningsiz Bu ışıkqa hamdi bardoshlarım yok Ne qilarim bilolmadim seningsiz Bu ışıkqa hamdi bardoshlarım yok Yot chiroyli emas suygan chiroyli Pırakında günde kuygan chiroyli Yot chiroyli emas suygan chiroyli Pırakında günde kuygan chiroyli Belkim bir gün yollarımga kelerdi Xiyollarım mening sürgen chiroyli Belkim bir gün yollarımga kelerdi Xiyollarım mening sürgen chiroyli Xiyollarım mening sürgen chiroyli Naqşlarınızı anlığımda bir muң var. İşqilib siz zamanda bir canlıq naqşı etqininizni tol kömüdüm, şoq naqşlar etqininizni. Asasen şu muңluq, liriklik kuylarni ko'proq o'rindayotgansiz. Bu mijozingizga munosabatlikmi yoki ijodiyatda shu bir uslubingizmi? Hamda mijozim bilanmi munosabatimniki deb o'ylayman hamda. O'zimmi xili sho'x. Xo'shdami? Lekin hamda men shu san'atda hamda sal lirikini o'zim yaxshi ko'rdi ekanman. Romantik bo'lishni yaxshi ko'rdi ekanman. Sho'qnimi yaxshi ko'raman, lekin men sho'q ijodiyatlarni qilib baqdim. Asosligi bu sho'q ijod qilsam tangsi bo'lib qoladi-ku. Sho'qaroq tangsi bo'lib qoladi. Lekin usullik chiqmaqmidi? Usullik chiqmaqmidi? Hamda o'zimmi shunda qilib baqay degan bir tirishchanligim bor o'zimning qallasida. Hamda yaxshi qiladigan bolalarga shunday bir ijodiyatlarni qilg'izish orzuyim bor. Hozirgi chiroyligim degan naqshimi, lekin tekst bilan muzika birlashib Hakikaten chiroyli kuyibdi. Muborak bo'lsin. Rahmat sizga. Endi bundan keyingi planlarchi anglab baqaylik. Endi bundan keyin planlarim bo'lsa, idoramning xizmatini yaxshi qilgan asosda yaxshi san'atkorlarni, yaxshi muzikantlarni tarbiyalash. Undan sirt endi mushu ommabop naqsh etish sohasidami o'zimning uslubida ma'nolaydigan, o'zimning uslubini yaxshi ko'ra oladigan ham shunday uslubdagi naqshlarni ayta oladigan bir necha shogirdlarni tarbiyalab qo'yish planim bor. Baldorlar bu plan uchish bo'libsiz a? Rahmat. Yaxshi bo'pti. Demak, endi bu yo'l uzilib qolmasin, yana davomlashsin deb o'ylaymiz-da. Andan keyin o'zingizning yana mushtaq to'xtamay ijodiyatlarni qilib turishingizni, Sabakiga o'xshash mana hammalar uchun yaxshi bir sahna bo'ldi. Mishani doim
yo'qlab turishingizni umid qilaman. Rahmat, cho'qim. Rahmat. Qadrli do'stlar, bayatdan eslatib o'tganimdek, bu san programmamizni Xinjiang Furqat biyo-fan-texnik chekish shirkati alayda tajdorligini elib, alayda qo'lladi. Shu munosabat bilan har millat xalqiga sog'lomlik bag'ishlash uchun yillardan beri tirishchanlik ko'rsatib kelayotgan bu shirkatning ishlariga barakatlar yor bo'lishini umid qilaman. Mana hozir oldimizda tizimliq turg'ini Furqat chamg'ur ichimlik ekan. Ham chamg'urning rolini balki men biladi, siz bir Davidga chamg'urning öpkek paydası var. Benim biladiğimde hem de. Tamağası o'xshaydi. Yerlik tamoqlar aytganda chamg'urni bek chiq salamiz. To'g'ri. Endi chamg'urning haqiqatan roli bek ko'p. Shaxsan men bu chamg'urga bek amroq. Chunki hamda biz mana shu to'xtamay so'zlayotgan nafas yo'lida asan masala ko'rilib qoldi ekan. Shuning uchun men chamg'urni jiq iste'mol qilaman. Demak hamda chamg'urni oqlab, qaynatib, uni elib yeb bo'lguncha bir muncha vaqt ketadi. Mushu avarchiqlardan qutulish uchun mana mushuni isilib payda qildi ekanda, mushuni isilib payda qildi ekan. Qurt o't deganni tushunsizlar. Dongchongsha savdaymiz. Qurt o't chamg'ur ichimligi deb chiqaribdi. Endi bu shirkat hozir qurilg'ili 16 yilni eshibdi. Demak, endi 16 yillik tadrijiy taraqqiyot jarayonida nurg'un tajribalarni yakunlab, har millat ommasiniki sog'lomligidan iborat mushu to'riklik rol o'ynaydigan mush kasbda izchil tirishchilik ko'rsatib, xilma-xil mahsulotlarni chiqaribdi. Endi chamg'ur ichimligining roli bo'lsa, immun kuchini yuqori ko'tarish, o'pkani yoshartish, nafas yo'lini yaxshilash qatorliq nurg'un alayliklar bor. Uning simatung cho'ngsha savmo haqiqatan endi nurg'un kasallarning shifosi bo'ladigan bir o't. Shunga endi do'stlarimiz his qilsa bo'ldi. Ikki xil eng quvvatli o'simlikni birga akapdi. Shunlashqa agar mushu o'pkani yashartimiz, immun kuchimizni yuqori ko'taramiz deb o'ylayotgan har xil yoshdagi kishilarimiz mana mush xil ichimlikni iste'mol qilib baxsanglar bo'ldi ekan. Endi mushu programmamizni qo'llagandan so'ng san'atkorlarning mushu qatnashgan artist do'stlarimizning tenimiz salomat bo'lsin deb sizlarga hozir katta sovg'asi bor ekan. Qani qabul qiling. Mana Furqat shirkatining mau bir yurishlar ekan. Undan boshqa yana hozir tanishtirgan Furqat qurt o't chamg'ur ichimlik. Rahmat. Mening arzuyim hamda bundan keyin Furqat shirkatiniki ishlarining savdosining barkat tepishini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat. Furqat shirkatiniki so'g'itog'imo ham rahmat aytamiz. Qadrli do'stlar, har san programmamizda go'zallik, sog'lomlik va sizlarga xo'shallik, xotirjamliklarning yor bo'lishi uchun yaxshi mahsulotlar bilan bizni qo'llab kelayotgan shu korxonchilarga rahmatimizni bildiramiz. Hamda mana shu san programmamiz uchunmi hem san'atkorlarimiz uchunmi biz uchun ajr qilayotganligi uchun rahmat aytamiz. Abduli oxirida sizning bundan keyingi san'at hayotingizning texmo mo'l usulliq natijalik bo'lishiga tilakdoshman. Ko'p rahmat. Anstayim, kaptiron. Bo'ldi. Yangi ijodiyatlaringiz orqali biz bilan diydorlashib turing. Rahmat sizga. Qadrli do'stlar, Xinjiang Furqat biyo-fan-texnik chekish shirkati tajdorligini olgan Xinjiang Sabah madaniyat tarixi chekish shirkati ishlagan bu san programmamiz mushada oyoqlashdi. Aytib programmamiz texmi sarxil. Aytib ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Chiroylig'im g'amlarimning borisan, chiroylig'im osmonimning oyisan, chiroylig'im g'amlarimning borisan, chiroylig'im osmonimning oyisan, muhabbatlik